xayoli bo'ladi. Masalan, agar biz-ku mayli chalg'imiz, lekin uyda o'tirgan ayollarni uzr, ana qarab o'tirsang, boshqacha o'ylamanglar. O'zbekdek kelindek emas. Kir yuvadi, ish tovoq masalan qiladi, bolaga qaraydi, bog'chadan olib keladi, darsini qiladi, erini kutib olish kerak, nima o'qiydi, qaynonani fe'liga qaraydi, unga qaraydi, qarindosh urug'iga, tog'orasi misol. Keladi, er nima qilding kuni bilan? O'ynab o'tirdi ayol, ha? O'ziga qo'yib o'ynab o'tirdi kechgacha. To'g'rimi? Men pul topib kelyapman. U nima qilyapti? Aslida hamma bash ishlagan pulini ko'chadagilarga qilsa million pul to'lashing kerak aslida ayolga-da. Kelib undan ko'ra yaxshimisan onasi, charchamadingmi? Baraka topding, yaxshiyamsan, borsan, uyingni chiroyli qilib o'tiribsan deb bo'ldi.